O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-martdagi ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi 33-son Prezident farmoniga muvofiq 2027-yildan har ikkala taraf kamida 21 yoshga to'lganda birinchi marotaba nikoh tuzgan yosh oilalar uchun quyidagilar belgilandi. Davlat tomonidan qo'shimcha imtiyoz va boshqa shakldagi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladi deb ko'rsatildi. Ushbu oilalar ijtimoiy reyestrga kiritilganda oilalar a'zolariga taqdim etiladigan moliyaviy ko'maklar, ya'ni subsidiya, suvda, grantlar qonunchilikda belgilangan miqdorlardan 1,5 baravarga oshirilgan holda belgilandi. Nikoh shartnomasini tuzgan nikohlanuvchilar nikohni qayd etish uchun belgilangan davlat bojidan ozod etiladi deb belgilandi. O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunining 28-moddasiga muvofiq ariza yoki shikoyat masalani mazmunan hal etish shart bo'lgan davlat organiga, tashkilotga yoki ularning mansabdor shaxsiga kelib tushgan kundan e'tiboran 15 kun ichida qo'shimcha o'rganish va tekshirish, qo'shimcha hujjatlarni so'rab olish talab etilganda esa 1 oygacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqiladi. Ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun tekshirish o'tkazish, qo'shimcha materiallarni so'rab olish yoxud boshqa chora-tadbirlar ko'rish zarur bo'lgan hollarda ularni ko'rib chiqish muddatlari tegishli davlat organining, tashkilotning rahbari tomonidan istisno tariqasida uzog'i bilan 1 oyga uzaytirilishi mumkin. Bu haqda murojaat etuvchiga xabar qilinadi. Taklif davlat organiga, tashkilotga yoki ularning mansabdor shaxsiga kelib tushgan kundan e'tiboran 1 oygacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha o'rganishni talab etadigan takliflar bundan mustasno bo'lib, bu haqda taklifni kiritgan jismoniy yoki yuridik shaxsga 10 kunlik muddatda yozma shaklda xabar qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 19-son qaroriga asosan pul, qimmatbaho qog'ozlar, moddiy boyliklar, shuningdek pora oladiganga qaytarmaslik sharti bilan, lekin mulkiy mohiyatga molik bo'lgan, masalan, ta'mirlash, qurilish, qayta tiklash ishlarini bajarish va boshqalar xizmatlar pora predmeti bo'lishi mumkin.